Biz ovqatga to'ymaylik, choy ichamiz. Xullas, bitta turk kino serial ko'ryapman. 4-qismiga keldim. Boshidan unchalik yoqmadi. Meni asrami, yoki meni yashirmi bilmayman. Ishqilib 10 xil nom bilan chiqib keladi. O'zi turk kinolar umuman yoqtirmasdim, nega shu kino yoqyapti. Meni yashir. 4-qismiga kelgandim. Voy, mana shu vashi iPhone degan narsaga vashi tushunmadim. Bitta nonga 10 marta cho'ka krem surdiradi, потому что ustini yeb yig'iladi. Всем пока-пока. Uzmovi.com bor-ku. Hozir reklamasi chiqib qoldi. Uzmovi.com. Shundan 4-qismiga keldim. Turaveramiz shunaqa bo'lib. Turaveramiz. Hech narsa bo'lmaydi. EV'da ko'raman desam, EV'da ham yo'q. EV'da faqat 1-qismini ko'rsataveradi. Hozir to'kasan-da. Astariq. Qaymoqlar bilan choy ichib o'tiribman. Garoxoviy supimizni 2 kun ichdik. Bugun ichuvdik. To'ymadim. Hech men suyuq ovqatga to'ymayman. Shuncha suyuq ovqat kamdan kam qilaman, lekin suyuq ovqatni bunda qo'yin qilma, ya. Suyuq ovqat ham kerak organizmga. Maza qiladi organizm. Yangi yildan keyin ayniqsa suyuq ovqat shunaqa zo'r ketdi. Bo'ldi. Qo'yin qilmadim senga. Qo'yin qilibdi. Nonlar ichiga solib. Osh pishiryapti hozir bu. Kichkina chashkasida.